Yo, barchaga salom sizlar men Tejok. Короче, do'stlar, bugun Slenderning Skaldaning birinchi qismi, ya'ni birinchi chiqarilgan versiyasini o'ynab ko'rishga qaror qildik va boshlaymiz. Bu yerda bizda 3 ta karta ko'rsatilyapti. Xohlagan kartangni o'yna deyapti. Biz mayli birinchisini bosamiz. Bu yerda 3 ta narsa chiqyapti. Masalan, biz hozir normalist o'ynaylik chiqani. Yo'q, biz hozir paydo bo'ldik do'stlar. Bu yerda xarita yo'q ekan. Yopilmas ekan. Mayli. Qo'payizlar. Ехать chiqish. Давайте, kalit. Do'stlar, uzr, ovozi past bo'lib qolgan bo'lsa. Давайте ishlayveramiz. Kitob, birinchi kitob. Okey. Hozircha kitob yo'q do'stlar. Lekin bitta topib qo'ydik. Nima bu? Slenderning Skaldarda buni ajoyib bo'lgan bilmagan ekanman. Mayli. Kitob. Okey. Kalit ham chiqdi, normalniy. Давайте поиграем. Voy, ketaverarkan. Kalit. İşte. Ay, yallah. Nima balo bu? Bile, nima edi bu? Qaddaringizga qoyilamiz. Do'stlar, seriyozga qo'rqityapti. Вообще u. Hay, ay, jon. Do'stlar, вообще cho'chityapti-yu. Ay, bilet. Qayerdan kelyapti u? Bo'ldi. Ay, bilet. Do'stlar, bu shuncha qo'rqitar ekan, lekin o'ldirmas ekan. Voy. Nima sindirgan buni? Okey, hech narsa yo'q, normal. To'rtta kitob qoldi, do'stlar. Ay, bile. Chak. Voy. Buni rasman qilmalar ekan, qiziq do'stlar. Normal yuringlar. Do'stlar, ikkita kitob qoldi, ikki dona kitob. Bizda keyin ba'dan yurganmiz do'stlar. Biz tugatamiz bu o'yinda.
Qolgan ikkita kartasini ham o'ynab ko'rsataman. Albatta keyingi videolarda bo'ladi bu. Давайте shadan keldim shekilli, to'g'rimi? Ha, to'g'ri. Shadan keldim shekilli. Voy. Voy kitob. Voy do'stlar, kitobni ko'rmasdan o'tib ketdimmi men? Davay, bitta kitob qoldi. Bir dona kitob qoldi. Seryozni qo'rqityapti lekin. Lekin hali o'rmalab keladigan narsa seryozni qo'rqitdi. Javob gapimga qo'rqdim, tan olaman. Yugurib kelgancha qo'rqib ketdim. Yana. Mana shu hozir ikkita. Bu 3 tadan bittasi. Boshdik. Voy, tezroq chiqsa-chi. 3 tadan bittasi do'stlar, bu birinchi kartasi. Ikkinchi emas, birinchi kartasi. Ehit. Topib olaymi keyinda. Buni kim yaptı? Voy, ayya. Jon, nima edi bu? Seriously. Normal. Просто normal. Voy, bitta kitob yashirib qo'yganmiz, silindrini. Mana. Davayda bitta qo'chamiz. Jonga tegdi bu o'yin bor-ku. Do'stlar, agar postoyanno horror videolar chiqishini istasangiz, kanalimizga obuna bo'linglar va like bosinglar. Va eng zo'r sifatli bo'lgan o'yinlarni, grafikasi sal normal bo'lgan o'yinlarni men sizlarga o'ynab ko'rsatib beraman va tavsiya qilaman. Sizlarning bo'ldi. Ochib yuboribman bilmasdan. Bo'ldi. Missiya, ya'ni 8 ta kitobni olib oldik deyapti. Normal o'yin ekan. Do'stlar, kanalga obuna bo'lib qo'yamiz. Men uchun juda ham katta motivatsiya va podдержка bo'ladi. Shu may oyigacha biz 50 ta bo'lishimiz kerak. Siz yordam berishingiz mumkin. O'shaning uchun do'stlar, obuna bo'lib qo'yamiz. Hammaga kattakon rahmat. Sizlar bilan Tiso Let's Play bo'ldi. Hammaga ko'rishguncha xayr.